Kechki ishlarimizdan akalarim Gentra mashinasi olib qo'yamiz. Bu mashinani oldi ikkita faralarini broneplyonka xizmatdan qilib beramiz. Tosh uchib, chaqa-chuqa xullas farani xasta qilib qo'yishi mumkin. Tем более amerikanka fara ekan. Xudo xolasa buni bron qilib beramiz. Salon qismiga o'tamiz, hurmatli obunachilar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bitta narsa, eng mashinani obshivkalarni вообще xasta qilib qo'yadigan narsa mana shu material bo'ladi akalarim. Ko'rishinglar mumkin biz bu narsani ishlaymiz akalar. Ko'rishinglar mumkin emas. Shilgandan keyin polni kliy qolib ketadi. Bu narsani akalarim ketqizish вообще azob ko'rishdan. Idealni qilib 4 talasini ham shishilib. Voy ahvolni qaranglar akalarim. Polni mehrda berib xudo xolasa bu mashinani 4 tala obshivkalarini и bardachon qismini salon laminatsiya qilib beramiz, faralarni bron qilib beramiz. Orqa nikkellarigacha qoraytirib beramiz. Bolalar o'zi ishga kirishgan, salon qismidagi polностью chexollarni olib tashlaymiz akalar. Mehr ko'zda dil qaraymiz.